Yanchar quyon qamoqda 8-qism. Ular qorong'u o'rmondan ketishyapti. Mama buyurdi. Bo'rivachcha, mani eshit. O'rmon oxirida qabriston bor. O'sha yerga hayda. Sizlar bilan qiladigan ishimiz bor. Ularga ham bu qiziq tuyuldi va qabriston tomon haydashdi. Mama ikkita lapatkani berib, ularga aytdi. Tez bularni qo'linglarga olinglar-da, qabr qazinglar. Ayiq qo'rqib ketdi. Mamajon, iltimos meni o'ldirmang, yolvoraman. Xotinim bilan bolalarim bor. Ayiq, nimalar deyapsan? Sani bolalaringam, xotiningam yo'q-ku. Kelajakda bo'lar. Nima sizlar chista tupoymisizlar? Qazinglar. Men bu yerga 10 yil oldin o'marib ketgan pullarni ko'mganman. Chuqurroq qazisanglar topamiz. Bo'ri va ayiq bitta odam ko'mishli qabr qazishdi va tagiga yetib borishdi. Ayiq egilib, ikkita pul to'la qopni ko'tardi. Onasini emsin. Bu pullar umrimiz oxirigacha yetadi-ku. Meni umrim oxirigacha. Pullarimni beringlar qani, kelinglar bolajonim, onajonlaringga sog'inib qoldim. Qopdagi pullarni sumkaga joyla. Ayiq birma-bir pulni solayotgan payt bo'rini krisaligi tutib, quyonni uxlatibdi. Bo'ri, nimalar qilyapsan? O'ylab ish qilyapsanmi? Xavotir olma ayiq, hammasi reja asosida. Men bunaqa ishlarda ustaman. Menga ishonsang bo'ladi. Senga ishonsa bo'ladi? Bu gapni yanchar quyonga borib aytasan. Pullarni olaylik-da, bu yerdan qora qilaylik. Mayli, sen aytganingdek bo'lsin. Pulni ikkalamiz bo'lishib olamiz. Mama nima bo'ladi? Uni ko'mib ketamiz. Bo'ri va ayiq quyonni chizishyapti va qabriston qorovuliga duch kelishdi. U shirin uyquda. Ayiq, bildirmasdan sekin o'tishimiz kerak. Qorovulni uyg'otib yuborma, bo'lmasa yaxshilikka bo'lmaydi. Ular katta xato qilishdi. Ha! Ular mamani uxlatishdi-ya. Endi ularni haqiqiy onasini ko'rsataman. Hey tipratikon, bu yerdan ikkita dalboyob ayiq va bo'ri o'tib ketishmadimi? U javob bermadi. Mama uni qo'rqitishga qaror qildi. Bu Qabriston qorovuli miq etmadi. bekorchi vaqt ketkazyapman shekilli, onasini emsin. O'zim borib ularni topganim ma'qul. Mama qabristondan chiqayotgan payti uni qabriston qorovuli uxlatibdi. 20 yildan beri shu yerda qorovulman. Hali bironta o'lik qo'limdan qochib ketmagan.